Joriy yilning 7-aprel kuni prezidentimiz raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasidagi ustuvor vazifalar belgilanib, mutasaddilarga aniq topshiriqlar berildi. Jumladan mahallalarda ommaviy sportni rivojlantirish, sportsevarlar safini kengaytirish, sport orqali aholi salomatligini mustahkamlash ustuvor vazifalardan biri etib belgilandi. Berilgan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida Farg'ona viloyatida ham aniq chora-tadbirlar asosida ishlar tashkil etilmoqda. Jumladan mahalla odamlarini ommaviy tarzda sportga jalb etish orqali ularning salomatligini mustahkamlashga, bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga erishilmoqda. 220 mingdan ziyod aholi istiqomat qilayotgan Oltiariq tumanidagi Oqbo'yra mahalla fuqarolari yig'inida uyushtirilgan turnir ham milliy chempionatlardan sira qolishmadi. Sababi futbolsevar tadbirkor Akmaljon Tojiyev tashkilotchiligida o'tkazilgan musobaqada 69 ta mahalla fuqarolari yig'inlarining 32 ta futbol jamoalari ishtirok etishdi. Shiddatli va qiziqarli ko'rinish hosil qilgan uchrashuvlarning har biri ishqibozlarni hayajonga soldi. Maydonga faqatgina g'alaba qozonish uchun chiqayotgan futbolchilar chempionlikka munosib da'vogar ekanliklarini amalda ko'rsatishdi. Yakuniy final uchrashuvlari ham oltiariqliklarga o'zgacha hayajonni taqdim etdi. Shu kuni futbol atmosferasi muxlis va mutaxassislarning e'tiborini tortdi. Kelarchi va Povulg'on jamoalari o'rtasidagi chempionlik uchun o'tkazilgan yakunlovchi bahsda barcha imkoniyatlardan oqilona foydalangan Kelarchi mahallasi yoshlari g'oliblikni qo'lga kiritishdi. Musobaqaning 3-o'rin uchun kechgan bahsda esa Aziya Market jamoasi Fayzobod futbolchilari ustidan ishonchli g'alabaga erishdi. G'olib va sovrindorlarga musobaqa tashkilotchilarining kubok diplomlari va esdalik sovg'alari topshirildi. Bir so'z bilan aytganda, prezidentimiz tashabbusi bilan mahallalarda sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi bu kabi musobaqalarning o'tkazilishi mahalla yoshlari orasidan yangi nomlarni kashf etishga xizmat qiladi.